oling, imzo chekdim. Sizga video tashlayman, xo'pmi? Men nimalar qilayotganimni o'z ko'zingiz bilan ko'ring dedi. Mana. Voy. Tushunmadim, nega jahling chiqdi? Nega jahling chiqdi? Aka, nega qarab turibsan? Senga aloqasi yo'q. Sen bu yoqqa o'tir. Kel. Bu yoqqa kel. U ajrashayotganim uchun jahl qilmayapti. Ota qiz orasidagi tortishuv xolos. Shuning uchun ko'nglingga olma. Tashvishlanma, senga aloqasi yo'q. U shunchaki menda xafa. Shunday. O'g'il, aralashishim yaxshi emas, ammo Seyran xonim juda og'ir kunlardan o'tdi. O'tmishini unutgan, kelajakda to'g'ri yo'lda topolmaydi deyish. Shuning uchun yig'lab ko'nglini bo'shatib olsam, ana o'shanda Allohdan sizning rizoligingiz bilan unga beradigan go'zal baxtimning qadriga ko'p. Mana shunaqa, barakalla. Ko'z tegmasdan. Salom. Barakalla. Seringga ham shunday deding? Yaxshi. Xuddi shunday dedim. Barakalla, o'g'lim juda aqlli bola ekansan. Ko'z tegmasin. Akin, bu videoni avvalo ana bu Ferit Korxan ko'rish kerak. Hatto butun Turkiya ko'rish kerak. Akin o'g'lim, Turkiya. Alaykum salom. O'g'lim, qizim shuncha tashvishlardan o'tdi. Ko'rishlashib yurgan. Tanishib bo'ladimi, bo'lmaydi. Turkiya ko'rsa, qizimning Stokma aka. Yaxshimisiz? Sizni tezroq ulashtirish kerak. Mana imzo ham chetda. Ikkitastalik o'tboring. Darhol to'yingizni qilish kerak. Tushunsarim yonsin. Haqsiz o'g'lim, haqsiz. Bu ham Xudo xohlasa bo'ladi. Xudo xohlasa, juda soz. O'g'lim hechnimadingmi sizmi? Ko'chaga chiqishga qo'rqadigan ahvolga tushdingmi? Nega qo'rqarkansiz? Bu gaplarni qayerdan olding? Albatta qo'rqmaymiz. Ammo ehtiyot bo'lganimiz ma'qul. Men aslida seni boshqa masala uchun bu yerga chaqirdim. Buncha go'zalsan. Bilaman, bu kelganda ba'zi tilxiraliklar bo'ldi. Turkiyadan merhabayam, kulgular. Balki shunday bo'lishi kerak edi. Rahmat. Hozir Amerikaga yuboryapman. Qolgan tafsilotlarni senga Latif aytib beradi. Xo'pmi? Uyi, turar joyi degandek. Hammasi bilan shug'ullanishingni xohlayman. Hammasi mening ishimdek ehtiyotkorlik bilan hal qilishing kerak. Qancha vaqtga o'g'lim? Shunga qarab tayyorgarlik ko'ring. Ish uchunmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'zingizcha. Suhbatlashadigan Ismingiz nima? Ismim Bora. Latif hamma tafsilotlarni senga tushuntiradi demadimmi? Albatta yo'q o'g'lim. Agar ish uchun bo'lsa, tavakkal qilmaylik. O'zim shug'ullanishim mumkin. Avvalani sayohatingizni siz bilan o'zim borardim. Xudoga shukr, sen o'ylagan narsalarga mening ham aqlim yetadi. Senga aytganimni qilsang bas, boshqa gapim yo'q. Bor endi ketaver. Qayerdansiz? Balkon 200 talik beringlar, starim yonsin. Balkon, пожалуйста, 200 talik. Shoshilinch bo'lganim uchun jihozlangan uyni ijaraga olishga 200 talik yo'qvoringlar. nimadir yoqmagan bo'lsa o'zgartirish mumkin. Uyni butkul o'zgartirsang ham bo'ladi. Yo'q, kerak yo'q. Menga hozir faqat tinchlik xolos. Bilaman. Bu yangi telefon. Faqat mening raqamim bor. Bu esa o'chirilgan holda menda qoladi. Kechqurun faqat meni yonimda ishlatish mumkin. Qanaqasiga? Unchalik emas tasvirda. Qanchalik bo'lishini bundan keyin men hal qilaman. Hozir ketishim kerak. Ertaroq kelishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Dorilaring uchun birozdan keyin doktor keladi. Seni tekshiradi. Nimalar kerak bo'lib chiqmoqchi bo'lsang, shoshilinch holat bo'lmasa, menga qo'ng'iroq qilasan. Qo'riqchilarga aytaman, eshikni ochishadi. Tushunmadim. Men nega o'zim eshikni ocholmayman? Serdar, sen
meni bu yerga qamab qo'ymoqchimisan? Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Tashvishlanma. Vaqti bilan hammasiga ko'nikasan. Hammasi juda yaxshi bo'ladi. Ko'rishguncha. Salom, yaxshimisiz? Salom, salom. Serdar menga qara. Meni qamashga haqqing yo'q deydi. O'jarlik qilma. Men sen uchun yaxshi bo'lsin deyapman. Serdar yo'q. Serdar! Serdar! Eshikni och. Meni qamab qo'yishga haqqing yo'q deyapman. Har bir likopchada qo'yla. Uyganmisan? Men sen bilan. Aql sotib ol. Va shishani plus.mida skanerlash. Eng yaqinlaring uchun. Ana shu zinani judayam muammo ko'payib ketdi. Kechirasiz, patilarni bo'ldim. Akmal Murodovich, sizni marjona kutayotgandi. Endi aytib o'taylik. Odamlarga qo'shma. Qachon qarama ovqatdan qo'yilgan, bo'lagan. Mayli, qo'shmadingiz. Ertaga aksi bo'ladi deb Salom. kelishingga boshqa. Beguli bu odamni go'zal qibordimi debdilar. Biron o'g'ish bosib ketgan, traktor bosib ketgan basharangizni begoga tutib ko'ring, qani zori sizni ham go'zal qiborsa. Hammaga foydasi bo'lishi mumkin. Emini sizga o'xshaganlarga bego ham yordam bera olmaydi. Bu juda achinarli. Bunday chiroyli faqat kinoda bo'ladimi deb yuruvdim. Серьезно? Ko'zlari chiroyli ekan, rahmat. Hadi Alo. Şöyle. İki yüzlerle biriyle balkon bitti bittiden yüzlerle biriler. İkinci siz qayerdan sır bo'lmasa. Sizga ko'p qarab tursam, sevib qolasan. Ha? Bilmasammi, men park yuribmanmi? Parklarni bilmayman. Какая красивая глаза.
Mayli, joyda. Boring. Shababini. O'yin Yomondir aka, assalomu alaykum. hali mani jiyanimni mensimadingmi, a? Jiyanim senga fadarkam, a? Albatta. Mani jiyanim ketidan qancha nesli cho'tga yetgan. Gapirishsa go'zal bo'lib ketarkansan. Rahmat. Kamandir aka, anaqa ikkita 100 talik berib, jinslarimni yoqib berdingmi? Kunjagimiz chiqargan bo'lardi. Ikkita 100 talik kerak. Qo'yibsan balki. Biladiya. Javob pochchamga. Amma u savdik. Nega unaqa deysan? Qachon borib to'y qilasiz? Jinsasiz o'xshaydimi? O'zim Demak, ko'zlarlardan ketgan. Afsus. yo'q. Gap aylantirib. Bo'ling. Mana mashinada o'tiribman. Qo'y. Lekin Voy tavba. shizofreniya chinqirdi. Muskoy yomon. O'zizgami yo? Albatta o'zimga. Siz bilan ishimiz bir xil bo'lsin demoqchiman deb Sabura xonim. Xudoga shukr. Nima yozibdi? Hayotda hamma narsa bo'ladi. Salom, salom. Ben nima gap qiladi? Sizdek go'zal opajonim bilan tanishdim ko'p. Bu axir men uchun o'zbekiston. Ikkadurumda mani 5-6 to'chgan. Endi saputsa mani hamma o'yladi. Shu narsa nima bo'lsa, mana shu ishlarga tushunmayman, bo'ldi. Shu bilsangiz. O'zlar bilan qiynalib o'tyapsizmi? Kichikmi dedim, salom berdim. Rahmat. Tashiysan, barakalsan.